Xo'sh, ana endi sizlar bilan butun O'zbekistonda internet xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniya MyUzTelecom ilovasini qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Demak, buni ham o'sha Play Marketga izlab MyUzTelecom deb yozsangiz mana shunaqa chiqadi va ochib olamiz. Ochganimizdan keyin sizda birinchi ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Login paroli beriladi. Mana bunaqa yoki bo'lmasam telefon raqamingizda kiritgan holda o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu joyda mana ko'rib turganingizdek tepadan akkauntlarga almashtirishingiz mumkin. Tepadagi bu mobilniy связim, bu esa internet akkauntim. Agar sizga boshqa akkauntlar, ya'ni bir nechta uyingiz bo'lsa, bir nechta Wi-Fi o'rnatgan bo'lsangiz, unda bir nechta akkauntlar qo'shib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi uyni Wi-Fi'ga kirganimizda primerna mana shunaqa interfeysga ega bo'lamiz. Bu o'sha платежи за декабрь to'langan va bundan tashqari tarifni almashtirish imkoniyatiga egamiz. Masalan, hozirgi meni tarifim bu hammasi birga degan tarif 165 ming so'mlik. Endi все tarifi deganiga o'tsak, bu yoqda har xil turdagi tariflar bor. O'zingizga keragini, mosini olib, masalan, hozir hammasi birga 3 deganiga o'tmoqchi bo'lsam, ustiga bosaman va выбрать дату перехода. Ya'ni qachondan boshlab shu nimaga tarifga o'tishni belgilashim kerak. Со следующего периода или hozir degan varianti bor. Ikkalasidan bittasini tanlab, shundoq smenit tarif sechasini bossam, menga o'sha tarifni o'tkazib beradi. Menga hozircha kerak emas, chunki internet tezligi normalli. Asosiy sizni foydalanishingiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi. Endi balansingizda pul qolmasa, keyin пополнительni bosishingiz mumkin. Menda hozir karta bo'lgani uchun kartamni ulab qo'yganman. O'sha karta balansidagi pulni ko'rsatadi. Va bu balansdagi puldan aytaylik, masalan, 10 ming so'm balansga to'ldirib qo'yamiz. To'ldirishni bosamiz. Sizning balansingizga mana chekni ham ko'rishingiz mumkin. Balansingizga pul tushadi. Mana bitta yangilab olsak, 68 ming so'm balans bo'ldi. Endi bundan tashqari подключить автоплатеж deganni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu avtomatik kerakli summani kartangizdan yechib olib, SMS ham keldi, internetingiz o'chib qolishini oldini oladi. Endi bundan tashqari yana sizga qo'shimcha finansiy sahifasida mening kartalarim va monitoring degan imkoniyati ham bor. Yana bundan tashqari оплатить degan narsalar ham bor. Bu o'sha har doimgi mobilniy связь va hokazo to'lovlarni amalga oshirish uchun. Xo'sh, endi katalog degan joyimiz bor. Bu joyda juda ko'p funksiyalar bor. Оформление sim karta, aktivatsiya va hokazo. Bularning hammasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda mana katalog servis degan joyda men o'zim ishlatadigan bitta servis bor. Uni to'g'ri ancha oldin bir qiziqib ishlatib ko'rgan edim. Bu narsani tavsiya qilaman. O'zi aslida investitsiya degan bo'limga o'tadigan bo'lsak, siz birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Men ro'yxatdan o'tganim uchun avtomatik interfeys ochilyapti. Bu joyda ko'rib turganingizdek, balansda 242 ming so'm ko'rsatilyapti. Bu investitsion portfelim, ya'ni investitsion balansim deb tushunsangiz bo'ladi. Men qanchadir summa 200 ming so'mga yaqin pul kiritib qo'ygandim, adashmasam. Bu portfeldagi nimaga qarasak, kompaniyalarga qarasak, har xil turdagi banklar va sug'urta kompaniyasini va Uztelecomni aksiyalarini, kichik bo'laklarini sotib olib qo'yganman. Bu shunchaki qiziqishdan qilingan o'zi aslida, lekin bu narsa sizga birjada aksiyalar sotib olish qanaqa bo'lishligini tushunish uchun tajriba berish imkoniyatini beradi. Endi, конечно, siz o'zingizga qiziq bo'lgan kompaniyalarni yoki ishongan kompaniyalarni market bo'limiga o'tib sotib olish imkoniyatiga egasiz. Masalan, Uzgazprolizing, Xorazm paxta sanoat va hokazo. Endi qaysi kompaniyaga ishonsangiz, o'sha kompaniyalarni siz sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bu albatta o'zingizning xohishingizga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, endi IPO degan bo'limi bor. IPOda o'zi ko'p kompaniya yo'q. 3 tami 4 ta kompaniya bo'ladi va har doim ko'pincha tugagan bo'ladi. Bu o'zingizni narxlaringizni ko'rsatgan holda yoki chiqarilgan aksiyalarning narxini nima qilgan holda sotib olish imkoniyatiga egasiz, ya'ni investitsiya qilish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, mana bu joyda endi yana счет ochishingiz mumkin. Jet degan kompaniya tomonidan, ya'ni Jet degan investitsion servis orqali va bu servisni siz o'sha portfelingizni saqlash uchun ishlatsangiz bo'ladi. Endi bu joyga pulni qayerdan to'ldiraman degan
savol bo'lishi mumkin. Ya'ni men masalan Aloqa bankga investitsiya kiritmoqchiman yoki ya'ni Aloqa bankni aksiyalarini sotib olmoqchiman desangiz, unda balansni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Balansga mana пополнениeni bosasiz va menda ulangan karta bor. Mana bu joyga summa kiritamiz. Masalan 100 ming so'm kiritasiz va gotovani bosasiz va shu kartadan balansni to'ldirish, mana bu dalyeni bosgan paytingizda balans to'ldiriladi. Endi agar sizda karta bo'lmasa qo'shib olishingiz kerak, добавить kartani bosib. Va balansni to'ldirganingizdan keyin orqaga qaytsangiz, mana shu joyda ko'rinadi va siz market bo'limiga o'tib istalgan kompaniyani покупка qilib olishingiz mumkin bo'ladi aksiyasini. Mana shunaqa imkoniyatga ega. Bundan tashqari yana Uztelecom Disk, Travel, eSIM, Wi-Fi zona va hokazo imkoniyatlari bor. Asosiy imkoniyatlarni men sizga ko'rsatdim. Bundan tashqari yana bitta narsa, sizni akkauntingizga kimdir kirib olgan bo'lishi mumkin. O'shanday holatda ustroystvolarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi bu joyda. Hozircha sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' salomat bo'ling.